Yangilik keldi o'zi, printer bilan televizorimiz. Qancha kam televizorimiz? 700 ming so'm kami bor. Bu oddiymi bu aka, smart emasmi? Smart emas, oddiy. Oddiy, ishlashlari yaxshi. Qancha qilib beramiz? 600 ming beramiz. 600 mingga bo'lsa, televizor 32 razmerda. Printer qancha ekan aka? Canon. 600 ming so'm. 600 ming so'm ekan. Svetnoy, ha? Xudo xolasa. Svetnoy ekan. Ha, telefonimiz qancha ekan aka? Telefonimizni 900 ming beramiz. Redmi 10 mi? Xotirasi? 128 ga oldi. 128 ga oldi ekan. Zo'r. Knopkalar qanchadan boshlanadi? 50 ming so'mdan tortib 100 minggacha. 50 mingdan 100 minggacha bor ekan. Mana bu telefon sotiladimi aka? 550 ming 500 ming beramiz. A31 64 ta. A31 64 talik. 500 ming berilar ekan, zo'r. Xo'p, nasosimiz o'sha narxmi yo tushdimi narxi? Qancha edi? 150 mingga bo'lish ekan perekruterga. Sizlarga davnorat bemalol. Yo'lda qolib ketmasdan. Aka 100 ming kelishyapti bermayapti. Bo'ldi. Nomeringizni ayting aka. 94lik. 94lik. Ishla bo'lyaptimi? Yaxshi. 54. Nechasiz? 138. 138 54 54. Kodi 90 To'rli. Aloqa ochib qolamiz do'stlar. Savdolayni bersin. Sog' bo'ling. Xo'p, dars yuramiz do'stlar. Ichkariga kiraylikchi, nimalarimiz bor? Bitta kiyim-kechaklar sizlar bilan so'rash esdan chiqdi. Assalomu alaykum, bozor uchun kanali obunachilari. Bugun 7-mart do'stlar, 2026-yil Farg'ona Kirgilidagi eski bozordan chekkaroqqa turamiz, to'g'ri. Boshdan o'tkazib o'raylik. Sotiladigan ekanmi? Yo'q, sotilmaydi. Sotaveraylik. Yaxshimisiz? Rahmat, nima bo'lyapti? Yaxshimi? Rahmat. Jam olib qo'ying. Siz Olib qo'yaylikmi? Bu tankni sotaveraylik. Tankmi bu? Baquvvatidan ekan-a? Elektronlikmi? Drongo. Shunaqa. Puli ham qimmatdan-da bu. Ha. Zo'r. Xo'p, mikrofonlarimiz chiqdi. Original. Европейский, корейский. Koreyskiy, yevropeyskiy ekan. Narxlar qanaqa bo'lyapti? Narx nechi? 150 200 ekan. Necha litrlik bu? 25 litr. 25 litr. Flaga. Narx qancha ekan buni? 300 ming. 300 ming. Teshik joyi yo'qmi? Alyumin ekan do'stlar. Hop. Darshi yuramiz do'stlar, darshi. Kiyim-kechaklar olmayman do'stlar. Kiyim-kechaklar olmayman. Dazmolimiz qancha ekan? 250 kam. 250 kammi? Qaysisimi? Qaytisi? Qaysi ham ajoyib ekan, boshqacha. Metr ham qo'shib beriladi. Shu komplektda shu hammasimi? Ha, metroni ishlamayapti. Ishlamayaptimi? Metr ishlamayapti ekan. Xo'p, shu payvor qancha ekan? 250 kam. 250 kam bor ekan. Choynaklarimizchi? 50 mingdan ekan. 30 ming, 50 ming. Zo'r. Savdolayni bersin. O, mana ham sotiladimi? Kimdan ekan bu? Igrovoymikan yo bu? Qanaqa ekan bu? Egasi bormi, yo'qmi? 800 ming. Igrovoymi, igrovoy emasmi? Hech kim bilmaydi, ha? Qalaysiz? Yaxshimisiz? Parametrlar yaxshi, ha? Yaxshi, rahmat. Ishlar bo'lyaptimi? Charchamasdan. Xudo xolasa ertaga bozor, boshdan bozorga. Apparat topmayman. Yangi apparat kelibdi, svarka apparat so'raganlarga. 380 ekan. Nima? Qancha ekan narxi buni? 800 ming kami bor. 800 kam bor ekan, kichkinasidan so'raganlarga. Inverterli, pastok ishlaydigan, ha? Pastok. Remont qilib berilar ekan, svarka apparatlaring buzilib qolsa, nomeringizni ayting. 90lik, 90lik 581, 581 2153. 2153 aloqa chiqaramiz. Mana haykalcha qancha ekan mana qushtiga? 100 ming deyapti, Ariol. Ariol 100 ming. 100 ming deyapti. Sizdan emasmi bu?
Yo'q, egasi bor. Egasi bor ekan. Rahmat. Kecha Andijonda yurgan ekansiz. Kecha Andijon dedimi? Kecha Black Box. Sog' bo'ling. Xo'p, bu yerda blenderlar xilidan kelibdi mana. O'zingizdan blenderlar? Yaxshimisiz? Qanchadan bo'lyapti blenderlar? Qanchadan qanchagacha bor zo'rlari? 180 mingdan 150 minggacha bor ekan. Zo'rlarni игровой nima bu? Nima u? Pulti. Nimani pulti u? Dron. Ha, dronni pulti ekan. Dronda o'zi ham bormi yo'qmi? Dronda pulti bor ekan, xolos, o'zi yo'q ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat, ishlayapsizmi? Sog'lig'ingiz? Rahmat. Salomat. Assalomu alaykum. Yaxshimisizmi? Tanidingmi? Xo'p, antiradarlarimiz bor ekan. Wi-Fi kimdir so'rayotdi, yozishyapti, telefon qilishyapti, bormidi mana. Wi-Fi'larimiz bor, kelaverasizlar. 4G desangiz sim kartali xohlasalaring. Sim kartali mana. 4G sim karta tutsalaring bo'ldi bunga. Sim karta qat'iy so'raman, tagiga solsa kerak, solmak. Yaxshi mana shu apparat. Qancha bu? 300 ming kami bor ekan do'stlar. Sim kartali so'raganlarga zo'r. 300 ming kami bor. Kelishtirib beriladi. Damashni ishladimi? Panasonic. Qanchaga narxi? 40 ming so'm. Mana Wi-Fi'lar qanchadan boshlanadi? 100 mingdan boshlanadimi? 100 mingdan boshlanadi. 100 mingdan 180 ming. Mana 4 cho'g'lilar 180 mingmi? 180 ming 4 cho'g'li. 160 ming. Narxlar ancha tushib qopti. Har bozor chetdamiz, xudo xolasa kelishaveradi. Har bozor chetda kelaverasizlar. Tog'amiz umrini bermaydi. Shuni so'ramadim. 800 ming pulni qatormi? 800 ming. Sizga 400 ming. Aka balgarkalardan ko'proq oling. Balgarkani bo'ldi, yo'limdan chiqsa. Ba'zi ko'raman aka, balgarkalar ham ko'rsatyapsiz. Chiqib qolsa yo'limizdan olamiz. Struga bor, struga boshlandi, balgarka. ustalarga. Balgarka perforator. Xo'p. Asha struga ishlaydigan narsalar ko'proq oling. Ba'zi ko'p ko'raman. Bo'ldi aka. Balgarkalar kam olyapsiz. Bo'ldi, chiqib qolsa yo'limdan olaveraman-da aka. Instrumentlar olamiz aka. Yo'limizdan chiqmayapti. Xo'p, lokatsiya do'stlar Telegram kanalimizda. Telegram kanaliga o'tib obuna bo'lib qo'ysalaring, xudo xolasa. Yoki gilamlarni ham olsangiz ularga. Gilamlarni ham olamiz. Gilamlar keyin shpanerlar bor. Olamiz, mebellar olamiz. Xormelar qanchaga narxi? 200 ming. Manisi? 100 ming. Bularchi? Wi-Fi, ha? Wi-Fi router ekan bunisi. Mana liskami bu? Leska. Qanchaga narxi? 20 ming. Zo'r. Xo'p, bayda judalar bor ekan, bundan tashqari ko'ryapsiz. Televizor qancha ekan LG? 1 million 200 ming. Zo'r. Savdoingiz bersin. Buni mahalatda oldida aytdi, oshna olaman ishxonangizdan. Da bo'pti, men ham ish qilaman. Sovetskiy arra so'raganlarga aramiz bor ekan. Materiali zo'r buni bilasizlar. Nosa ishlab chiqargan, yaxshi. Qanchaga narxi shu? 50 ming. 50 ming so'mga do'stlar. Material baquvvat. Nasos qancha ekan? Sovetskiy? 40 ming. 40 ming. Sovetskiy. Nasosimiz. Hop. Yozinglar do'stlar, kommentariyaga nimalar chiqarishdi, o'shalarga qarab biz harakat qilamiz. Telefon qilib aytish shart emas do'stlar. Yozsalaring bo'ldi. O'qiyman hamma kommentariyni o'qib, like ham bosib qo'yamasizlar kommentariyaga, o'qiyman. Atvet qilmasligi mumkin, lekin o'qiyman. Ko'pchilik yozadi faqat muzikal sentrlarni, muzikal sentrga qiziqadiganlar ko'pda. Tepada ham, oldida ham. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Bu yangisimi yo o'shami? Bu sotilib ketdi, kech qoldi. Bu sotildimi? Zo'r sotildi. Eng zo'rida bu 100 dollar. Yo, bunisini aybi bo'laman. Aybi bor, bu boshqami? Bu o'tkazmalarga boshqami? 3800. Qancha baraka bo'ldi? Yo'q, buni 600 mingga beraverman, aybi bor. Aybi bor ekan 600 mingga beriladi do'stlar. O'chib qolyapti, shu. O'chib qolyaptimi? Tuzatolmaysizmi o'zingiz? Men hali qo'ldan kelmay bittasi olib keldi, ustiga kelishdi. Ha, nariga mamlachi? Bular 900 ming so'm. 900 ming, bunisi ham.
Tepada ham Panasonic, pastdagi ham Panasonic. Ishlaydimi bular? 2,5 ming watt ekan bu. Hammasi ishlaydi. Zo'r. Mana aytgan terib qo'yibdi akamiz, 4 ta kelibdi mana yangilari. Zo'rku. Bularimiz 800 ming so'm. 800 dan tanlab olaverasizlar. 800 dan. Bular vattlari balandroqmi? Turishlari ham yangi holatda turibdi ekan do'stlar. LG. Bunisi LG ekan. Bu ham 800 ming. Kami bor, xudo xolasa. Kami bor. Sony. Buning stikerlari bor, joylari bor ekan. Kasseta disk ham o'qiver ekan, bexijolat olaverasiz. Sony'miz bor ekan, yana bitta Samsung bor ekan. Mana 500 mingga berib yuborlar ekan. Bular ham qancha bular? 800 ming so'm ekan. Samsung kasseta disk hamma o'qiver ekan. Tekshirib bemalol olib ketaverasizlar, xudo xolasa. Kalonka o'zini qancha beramiz? Kalonka 300 juma. Jupi? Jupiga. 300 ming ekan jupi. Zo'r. Hali narigi $100 sotilib ketdimi? Bu sotildi, yana boshqa keladi, zo'ri keladi. Zo'ri keladi. U ham sotildimi? Hozir ketdi. Qancha ketdi u? Mana bu. O, qancha vatli bu? 4600. 4600 bo'lsa vashi gumlatadi. 1300 ga. Zo'r. Mana zo'rlar do'stlar. Hozirgi Xitoylar emas bular. Bilganlar biladi. Sentrlarga bittadan like'lar bosib qo'yamiz. Hammasi ishlaydi, Nomeringizni ayting aka. 99 deb. 99 deng. 522 522 88 88 86. 86 aloqachi qo'ramiz. 9 gacha faqat telefon qilsalaring yaxshi bo'lardi. Endi Andijon, Namanganliklar bo'lsa, Toshkentdan bo'lsa, yaxshimiz tog'a so'rashib ketaylik. Assalomu alaykum. Rahmat. Rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Bu Andijon, Namangan shu yaqinroq joyda bo'lsalaring, kelsalaring bo'laveradi. Har chorshanba shanba kuni bozor bo'ladi. Lokatsiya o'zimga olsalaring ham tashlab beraman. Telegram kanalga kirsalaring ham lokatsiya zakrepet qilib qo'yilgan. Onlar metallitskimi? Qanchaga narx aka? Bular metallitskiy so'raganlarga do'stlar, mashinachalarimiz qiziqishadi. Bularni ham metallitskiy emas ekan. Hop, soatlarimiz ham bor ekan. Xo'p. Pastga ham tushishimiz kerak, ichkariga ham kirishimiz kerak. O'tganda bir kira olmaganmiz. O'tganda bir yomg'ir oqqan, ko'rgan bo'lsalaring videolarni. Mana like'larni gumbulatamiz do'stlar, like'ni bosinglar. Mehnatimiz uchun bittadan like yetarli. Xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha ko'rsatyapman do'stlar. Kamchilik bo'lsa uzr. Qo'limizdan kelgancha deydi-ku. Bu tebranadigan bitta kreslo chiqib qolibdi. Yangilik. Buni ham bitta ko'rsataylik. Kimdan ekan u? Oldingi kreslolardan. Bu kreslomiz kimdan ekan? Adam keladi, bizda yo'q kartoshka. Kartoshkani o'rnashga chiqadi. Mazda-ku. Kimdan ekan bu? 1 million ekan. 1 million ekanmi? Egasi bormi? Taqsimsiz? Mana mo'ykani yo'q parasida turibdi. 1 million ekan. Turishi ham yaxshi ideal holatda ekan-a? 1 million ekan. Puliga yarasha ekan ona yumshoqda. Shiplarni nimasi? Sizdanmi tog'a? Sotib olamiz, bizga baribir. 1 million ekan, egasi kelgan yo'q hali. Nomerlarini olish kerak-da uni. O'zi sotaverasiz, men reklama qilyapman-da. Xo'p, Philips kelibdi, mikrofon, kassetali so'raganlarga radio kassetali ekan. Zo'r. Narxini bilib qo'yamiz hozir. Xo'p, soatlar bor, Wi-Fi router bor ekan, yana bitta kolonkamiz bor ekan. Wi-Fi, kamera. Sharp kimdan ekan? Sharp. Philips ekan, Sharp debami? Philips. Qancha bu? 300 ming. 300 ming. Kam bor-ku? U yangilik kelibdi-yu, zo'ri. Bu yangiliklar olmasak bo'lmaydi. Turishini qaranglar buni. Kim esladi bunaqa haligi? Bilmayman, yilini biz tug'ilmagan bo'lsa kerak bu ishlab chiqarilgan paytda. Telefon ko'rgani, zarizani beryapti. Gap yo'qmi? O, bunaqalar ham chiqdi. Vesna chiqdi. O, bunisi ham Vesna ekan. Vesna 205, Vesna buni bilmayman modelni. Kassetali mikrofonlar do'stlar. Mana yangiliklar zo'ri. Radio
soha tortish qo'ydi. Gitarasi bor. Hozir yo'q. Gitarani berib yubordi. Buni nima ekan oti Rigandami? Nima yozdi? Rigondami? Ular so'rayapsizlar Berlin, Odessa, Vishnev, Yerevan, Varshava hamma davlat deb ham shaharlar bor ekan. Berlin, Moskva, Budapeshtdan bor ekan, Buxarestdan bor ekan. Bu qancha ekan narxi aka? 300 ming. Ishlaydimi bu? Ishlatib ko'rdingmi? Bu radioni o'zi, ha? Plastinka radio. Plastinkasi ham bormi? Plastinkasi ham bor ekan do'stlar. Ko'rsating ham plastinkami? Gap yo'q mana. Yilini qachon chiqarilgan ekan bu ishlar? Sizniki bu. Ishlab chiqarilgan vaqt kerak-da bizga. 70 ta yog'i bo'lsa kerak. Biz u paytda tug'ilganimiz yo'q edi. 76. Mana bu Vesnalarchi. Testlar ikkalasi ham ishlaydi. Qancha bilan narxi? 200 ming, 250 ming. 200 ming, 250 ming ekan, zo'r. 76 aytib qo'yaman. Ha, shu 76larda ishlab chiqarganda bular. Shirokaya polоса. Shirokaya polоса ekan. Radio zavod Rishskiy. Riski. Oyoqlarini ham ko'ryapsizlar. Gap yo'qmi? Zo'r. Nomeringizni ayting aka. Qiziqqanlar olishadi shundan keyin. 300 ming deyilyapti mana xudo xolasa. 90lik, 90lik, 300, 300, 76, 86. 76, 86. Vesnalarimiz qanchadan dedik? 200 mingdan aka ishlaydi. Ishlar ekan do'stlar. Bemalol tekshirib olaverasizlar. Savdoingiz bersin aka. Qizil dedi. Xo'p, instrument so'raganlarga instrumentlar ham bitta reklamasini qo'yaylik, o'sha yerda akamiz pastanasi. Bular yangilar hammasi do'stlar, naborlar, shulpayvor disklarmi, bolgarkami, dazmonlar bor ekan. Ular nima ma'nolarni tushunmadim. Ular nima aka? Mashinalar yog' filtrlarini bo'shatadi. Ha, yog' filtrlar bo'shatadigan. Nabor ekani, qancha bu narx? 350 ming ekan. Rahmat. Bu nima mana bu? Bu Saridor Mosh Priz. Mosh Priz. Qancha bu narxi? 900 ming. 900 ming. Bu elektroniymi? Elektroniy variant ekan do'stlar. Yangilar chiqdi. Kompressorlar. Kompressorlar qanchadan ekan? 150 dan 350 gacha bor. 150 dan 350 gacha bor ekan. Shu payvorlarchi? Yosh o'sha cheyiz ekan. Ularda ham kiradimi? Ular mesarodni katta mashina balonlarni bo'shatgan. Ha, katta mashina balonlar bo'shatgan ekan. Mana bu nabolimiz qancha ekan aka? 980 ming. 980 ming. Hamma yo'q bor ekan-a? Ha, o'sha hozir paykda. Bundan tashqari tallarimiz bor ekan. Xo'p, damkratlarini, baquvvatlari ham 3 tonnagacha ko'taradiganlar bor ekan. 2 tonnalik, 3 tonnalik. Nabor kulishlarimiz xilidan bor ekan. Bitta oladigan bo'lsak, video tugab qoladi. Atvertka nabor deysizlarmi, kulish nabor deysizlarmi, hamma yo'q bor ekan. Har bozor chiqyapsiz aka. Gaka yurtimiz qancha ekan shu aka? Yoki o'rtamizda bittasi 1 millionga, bittasi 1 million 200 ekan. 1 million 200 ekan, 100 dollar ekan. Xudo qilishyapti aka. To'g'rishyaptimi? Obunachilar. Nomeringizni ayting aka. 90lik 533 533 49 48. 49 48 aloqa chiqaramiz do'stlar. Savdoingiz bersin. Gazli kulishlar ko'ryapsizlar. Krokodillar ham bor, 11lar bor. Xullas, ular yangi hammasi, naborlar ko'ryapsizlar. Xo'p. Mana shu oxirgi sepadigan nasosimizni so'rab qo'ydik narxi qancha ekan? Mana bu oxirgi sepadigan qancha ekan? 150 ming ekan do'stlar, 150 ming SSR'dagi. Ama nomerlar bor ekan. 85-yil ishlab chiqarilgan ekan. Bo'yab ham qo'yishdi krasiya qilib, yashilga. Ishlashlari yaxshi. Damlashlari yaxshi ekan. Velosiped qancha? 500 ming. Bunisi-chi? 200 ming. 200 ming, 500 ming do'stlar. Yo'talib qoldi, uzr so'rayman. Suv nasoslarimiz bor ekan mana, xilidan kelibdi. Qo'llaganlaring tanlab olaverasizlar. Har bozor chetda bo'ladi akamiz. Bugun odam yaxshi ko'p. Shanba kuni o'zi ko'p keladi odam. Chorshanbaga qaraganda.
Mana shular kattaroqlari yo'qmi? Almazliklarni? Katta-kattalar keladi-yu. Ishlatilgani. So'ratganlar bor edi. Flyaga. Flyagalar qancha ekan? 350 dan ekan do'stlar flyagamiz. O kolonkalar sotilyapti-yu, rasprodaja bo'lib ketgan. Talamon bo'lib qoldi-yu. Siz reklama qilgan kolonkalar ko'ryapsizlar, talashyapti. Ramazonga aksiya kelibdi shekilli. Necha bo'ldi? 1 million 100 ga baraka bo'ldi. Gap yo'q. 10 ming vatli ekan-a, baquvvatidan. Reklama qilgan kolonkalarimiz xudo xolasa mana talamon bo'lib ketyapti. Yaxshi. Zo'r, YouTube'dan. Ishni qo'yasizmi? Albatta. Avtodom ham bozor uchun ham ikkita kanalimiz bor. Yaxshimi? Yaxshi topibmi? Ey uka. Olaymi? Sizdan so'rayapti, yaxshi. Zo'r bu zo'r. Mana Ular ishlab ko'rdingizmi? Andijonda bo'ldi bolalar bular. Andijondan kelishdimi? Shu bolalar masada talash Mikrofonlar zo'r chiqdi. Mikrofonlar zo'r chiqdi. Mana karaoke o'zam aytsa bo'laveradi bemalol. Masjidga zo'r. Pataga zo'r bu. Balandlik 10 ming watt-ku. Zo'r chiqaradi. Qulluq bo'lsin, to'g'ri? Zo'r. Avtodorga boraman. Avtodomga ham ertaga bozor xudo xolasa. Mashina ham bo'ldi, xudo xolasa. Andijondan kelishdi akalarimiz. Ko'ryapsizlar? Obunachilarimiz bular. Bular Andijondan kelishdimi? Mikrofoni o'na, o'ytaykan. Qancha baraka bo'ldi aka? Andijondan kelyapsizlarmi? 1 million 400 ga. Balandligini ko'ryapsizlar? Necha wattli ekan bu? Gap yo'q, kattasidan olishibdi. Mana skut. Arzon narxdagi ko'ryapsizlar. Kolonkalar arzon, magazindan arzon kelaverasizlar. Oldingi videolar ko'rsanglar. Olyapmanmi? Bash bolani olib qo'yaman bash. Bo'ldi, olyapmiz. Joni sog'. Bash bolani men yaxshi ko'raman. Doim nimasini ko'raman. Sog' bo'ling, tog'a. Tinch bo'ling. Joni sog'. Xo'p, sog' bo'ling. Xo'p. Bu tomonda ham instrumentlar. Endi pastga tushaman do'stlar, pastga tushib ham video qilishimiz kerak. Videoni shu yerda tugataman, 20 minutda o'tib qolibdi. Like'lar gumbillatamiz. Bu yerda ko'chatlar ham sotilyapti, hozir sezon. Qolgan ko'chatlar ham bor. Narxlarini bilmayman. Ko'chatlar narxini. Gilos salang gilos, onor salang onor. Hamma yoq ko'chatlar sotishyapti, kesalang. Bu tomon уже nima boshlanadi? Dehqon bozor boshlanadi. Men dehqon bozordan o'tib keyin videoni boshlayman do'stlar. Like'lar gumbillatamiz, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yamiz. Montaj qilmayman do'stlar, videoni jonli ko'ringlar, maza qilib ko'ringlar. Montaj qilib chayib olamiz. Chet eldan ko'rayotganlar bo'lsa maza qilib ko'rishadi. Rossiyadan ko'rayotganlar